yangi qo'shiqlar ustida ishlayapsiz. Endi Albatta. hozir sizni ijroyingizda bir tarona eshitishimiz kerak. Qora sochlar degan taronangiz bor. Juda ham bir ta'sirli qo'shiq ekan. Mana shu qo'shiqni tomoshabinlarga taqdim etsak. Bu qora sochlar degan qo'shig'imizni muallifi aslida o'zi ustozimiz, marhum ustozimiz Rustam Qoraga Tursunov bo'ladilar. Endi biz o'zimizni mualliflik qo'shiqlarimizdan ijro etishdan birgalikda shu ustoz san'atkorlarimizni qo'shiqlaridan ham ijro qilib turasiz. ijro qilib turibmiz. Endi sababi shu sal endi bizni nazarimizda balkim emasdir endi shu sal bir nima deydi, unutilib qolganday deb hisoblagan qo'shiqlarimiz endi qo'limizdan kelgancha ozgina zamonaviy sayqallar berib ijro etib kelyapmiz. Endi shu hozirgi shu ijro etilgan qora sochlar degan qo'shig'imiz shu Rustam Qoraga Tursunovga Rustam Qoraga bastalagan qo'shiqlari, Zebo Mirzayeva so'zlariga bastalangan qora sochlar deb nomlangan qo'shiqlar. Albatta o'zlari tomonidan ham ijro etilganda bu qo'shiq ancha ommalashib, ancha mashhur bo'lgan. Endi biz ham qo'limizdan kelgancha bir ijro qildik, endi muxlislarimiz bahosini berishadi.